Kuchli bo'lish Turkiya uchun tanlov emas, balki zaruratdir. Qurolli nizolar, urushlar, kundalik hayotning bir qismi bo'lgan mintaqada yashab qolishning bundan boshqa yo'li yo'q. Ayniqsa, Isroilning oldindan bashorat qilib bo'lmas harakatlari har qanday ssenariyga tayyor bo'lishni taqozo qiladi. Boshqacha aytganda, mamlakat oshxona menyusida bo'ladimi yoki dasturxon atrofida, bu o'z osmonini qay darajada muhofaza qila olishga bog'liq. Havo mudofaa tizimlari uzoq yillar turklarning nozik nuqtasi bo'lib keldi. Qo'shma Shtatlar turli bahonalar bilan mamlakatga o'zining patriot tizimlarini sotishdan bosh tortdi. Shundan so'ng Anqara Xitoyga yuzlanib, HQ-9 tizimlarini xarid qilmoqchi bo'ldi. Ammo keyinroq Rossiya bilan S-400 tizimlarini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolandi. Biroq kelishuv Turkiyaning g'arbdagi hamkorlarini norozi qildi. Natijada turklarning Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa mudofaa texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati yanada cheklandi. Bu qisqa muddatli inqirozlarni keltirib chiqargan bo'lsa-da, alal-oqibat Turkiya uchun ulkan manfaatlar olib keldi. Xususan, mamlakat tashqi o'yinchilarga bog'lanib qolish xato ekanligini tushunib, ichki imkoniyatlarga e'tibor qaratdi. 2018-2019 yillarda turk mudofaa sanoati kompaniyalari Aselsan atrofida birlashib, Isroilning temir gumbaz tizimiga muqobil Po'lat gumbaz dasturi ustida ish boshladi. Bu ikkisining nomlari o'xshash bo'lsa-da, aslida bir-biridan tubdan farq qiladi. Temir gumbaz tizimi qisqa va o'rta masofadagi tahdidlarning barchasi uchun bitta Tamir raketasidan foydalanadi. Po'lat gumbaz esa murakkab kompleks bo'lib, turli radiusda ishlovchi havo mudofaa tizimlarini o'zida birlashtirgan. Boshqacha aytganda, mazkur kompleks dronlar, samolyotlar va raketalarga qarshi turli vositalarni qo'llaydi. Radarlar, o't ochishni boshqarish tizimlari va sun'iy idrok unsurlari ular o'rtasida uyg'unlikni ta'minlaydi. Biz innovatsiyalarni qadrlaymiz. Biz sohaga yangiliklarni olib kiramiz. Biz qurolli kuchlar tuzilmalari uchun 100 ga yaqin turdagi harbiy va ikki xil maqsadli mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Ballistik jiletlar, himoya dubulg'alari, tungi ko'rish va mo'ljalga olish optik moslamalar hamda uchuvchisiz uchish apparatlariga qarshi tizimlar. Bularning bari xalqaro sifat talablariga javob beradi. Sahro Tactical, Mergan, Hamroh va Special Steel bizning brendlarimizdir. Startap va tashabbuslarga ochiqmiz. Innovatsiya texnologiyalar markazi. Sadoqat, sifat va ishonch. Mudofaa giganti Aselsan dasturini sensorlar, radarlar, ma'lumot almashinuv tizimlari bilan, raketsan esa tutib oluvchi raketalar bilan ta'minlangan. Tubitak Sage kompaniyasiga ballistik modellash va jang boshqaruvi tizimlari ishonib topshirilgan. Dasturning yana bir yirik ishtirokchisi Havelsan esa sun'iy idrok texnologiyalarini Po'lat gumbaz bilan integratsiya qilish vazifasini olgan. Po'lat gumbaz dronlar, qanotli raketalar kabi pastlab uchadigan nishonlarga qarshi asosan 35 mm kalibrli Korkut zenit artilleriya tizimidan foydalanadi. Korkut daqiqasiga 1000 dan ortiq o'q uzishi, 4 kilometrgacha balandlikdagi nishonlarni yo'q qilishi mumkin. Tizim radari 70 kilometr masofadagi tahdidlarni aniqlaydi. Ballistik kompyuterlar esa nishonlarning uchish tezligi, parvoz trayektoriyasi kabi ma'lumotlarni hisob-kitob qiladi. E'tiborlisi, Korkut nishonga yaqinlashgach, portlab, volfram fragmentlar sochadigan aqlli snaryadlardan foydalanadi. Komandir, mexanik, haydovchi va qurol operatoridan iborat ekipaj uni boshqaradi. Bitta batareyada qo'mondonlik mashinasi va 3 ta qurol platformasi bo'ladi. Bundan tashqari, turklarda modernizatsiyadan o'tkazilgan Orlikon zambaraklari ham bor. Ammo ular Korkutdan farqli statsionar bo'lib, bir nuqtaga o'rnatiladi. Po'lat gumbaz kompleksiga kirgan yana bir tizimning nomi Gurs bo'lib, Korkut bilan bir vazifani bajaradi. Ammo u jangovar radiusi va imkoniyatlari bilan avvalgi tizimdan farq qiladi. Qolaversa, uni Rossiyaning Panzer S1 tizimi bilan ham qiyoslashadi. Ammo Gurs radar va elektron urush imkoniyatlari borasida rossiyalik raqibidan ilg'orroq. Gurs 35 mm kalibrli zenit quroldan tashqari 4 tadan Sungur va Goksur raketalarini qo'llaydi.
Ulardan birinchisi 8, ikkinchisi esa 15 kilometr masofadagi havo tahdidlarini zararsizlantira oladi. Qurollar joylashgan jangovar modul 360 daraja burilishi mumkin. Kelgusida unga lazer tizimlarini ham integratsiya qilish ko'zda tutilgan. Ko'p xalqali po'lat gumbaz tizimida Gurzdan so'ng Hisar A zenit raketa kompleksi turadi. U 15 kilometr masofadagi havo tahdidlarini zararsizlantirishi mumkin. Tutib olish balandligi esa 10 kilometrdan oshadi. Tizim nishonlarni yo'q qilish uchun avtomatik to'pga ega emas. Buning o'rniga u 6 ta raketadan foydalanadi. Hisar A Gusenisali transport vositasi bazasiga o'rnatilgan bo'lib, tekis yo'lda maksimum 65 km/s tezlik bilan harakatlanishi mumkin. Qolaversa, nishonlarni aniqlash, do'st va dushmanga ajratish kabilar bilan ham texnikaning o'zi shug'ullanadi. Aslini olganda Hisar bu zenit raketa tizimlari oilasiga berilgan nom bo'lib, uning o'rta masofaga mo'ljallangan Hisar O versiyasi ham mavjud. Ma'lumotlarga ko'ra, kompleks sinov jarayonlarida 40 km uzoqlikdagi nishonni yuqori aniqlik bilan yo'q qilgan. Shuningdek, tizim radari bir vaqtning o'zida 60 ta obyektni nishonga olishi, maksimum 15 km balandlikdagi dronlar, samolyot hamda vertolyotlar, shuningdek, qanotli raketalarni tutib olishi mumkin. Normativga ko'ra, standart batareyada 3 ta uchirish platformasi hamda parvozga tayyor 18 ta raketa bo'ladi. Agar kompleks batalyon darajasida kengaytirilsa, o't ochish quvvati 54 taga yetadi. Yuqoridagi tizimlar qisqa va o'rta radiusda jangovar missiyalar bajarishga mo'ljallangan bo'lib, harbiy bazalar, strategik ahamiyatga ega korxonalar, o'q-dori omborlari hamda boshqa muhim obyektlarni himoya qiladi. Qolaversa, frontga yaqin hududlarda quruqlik qo'shinlari uchun soyabon vazifasini bajaradi. Ammo ular yirik shaharlarni qamrab olish, eng asosiysi ballistik raketalarni tutib olish imkoniga ega emas. Darvoqe, Turkiyada buning uchun S-400 tizimlari bor, biroq ularning soni cheklangan. Qolaversa, Ukraina urushi mazkur kompleksning imkoniyatlari maqtalganidek emasligini ko'rsatib qo'ydi. Shu va shunga o'xshash faktorlar sabab turklar jiddiy tanlov qarshisida qoldi. Rossiya yoki Xitoydan yangi tizimlar sotib olish yo misli ko'rilmagan darajadagi mablag' sarflab bir necha yillar izlanish olib borish. Alal-oqibat ular ikkinchi yo'ldan ketishdi. 2018-yili dron, samolyot va raketa, umuman olganda har qanday havo tahdidiga qarshi kurasha oladigan tizim ishlab chiqish uchun dasturga start berildi. Kompleks avvaliga Hisar U deb atalgan edi. Keyinchalik turklar Siper nomi yaxshiroq degan qarorga kelishdi. Tizim uzoq masofadagi tahdidlarni jangovar foydalanishning barcha balandliklarda urib tushirishi mumkin. Tutib olish masofasi esa 100 kilometrni tashkil qiladi. Ammo bu hammasi emas. Hozir tilga olingan ko'rsatkichlar kompleksning blok 1 modifikatsiyasiga tegishli. Blok 2 modeli 150 km, blok 3 modeli esa 180 km jangovar radiusga ega. Tutib olish balandligi esa 30 km ga yetadi. Ammo ularning faqat birinchisi qurolli kuchlar bilan xizmatga kirgan. Qolgani hozircha prototip bosqichida. Siper havo mudofaa tizimining blok 1 modifikatsiyasi 2024-yil oktyabr oyida qurolli kuchlar ixtiyoriga topshirildi. 2025-yildan esa seriyali ishlab chiqarish boshlandi. Kompleks o'z sinfidagi barcha havo mudofaa tizimlari, xususan S-400 va HQ-9 kabi bir necha komponentlardan iborat bo'lib, jami 14 ta transport vositasidan tashkil topgan. Qo'mondonlik punkti, radar stansiyalari va o't ochishni boshqarish markazi, uchirish platformalari hamda ta'minot texnikalari shular jumlasidan. Siper tizimi asosan ikkita radar stansiyasidan foydalanadi. Ularning birinchisi nishonlarni aniqlaydi, boshqasi esa raketalarni yo'naltirib beradi. Radar taxminan 200 km masofani 360 darajada qamrab oladi. Ular bir vaqtning o'zida 20 ta raketani turli nishonlarga yo'naltira oladi. Har bir uchirish platformasida 6 taga qadar raketa bo'ladi. Ammo gap ballistik tahdidlarga qarshi turish haqida ketganda, na blok 1, na blok 2 modifikatsiyalari bu vazifani bajara olmaydi. Turklar shu maqsad uchun blok 3 raketalari ustida ish olib boryapti. Ammo bu hammasi emas. Turkiya mudofaa halqasini quruqlik chegaralardan ham tashqariga, aniqrog'i dengizga cho'zmoqchi. Shu maqsad uchun bir necha tizimlar ishlab chiqilgan. Go'kdeniz shular jumlasidan. U Korkutning harbiy kemalarga o'rnatiladigan versiyasi bo'lib, 4 km jangovar radiusga ega. Tizim kemaga qarshi raketalar va dronlarga qarshi kurashishga mo'ljallangan.
Ushbu ro'yxatda keyingisi Goksur bo'lib, u zenit raketalaridan foydalanadi. Shu bois jangovar radiusi kengroq. Tizim 15 kilometr masofadagi tahdidlarni zararsizlantira oladi. Yana bir tizim Leventda esa bu ko'rsatkich 11 kilometr. Ammo bu hammasi emas. Turklar flot uchun Hisar va Siper havo mudofaa tizimlarining dengiz modifikatsiyalarini ishlab chiqqan. Ular Istanbul sinfiga mansub fregatlar va TF-2000 esminetslarga o'rnatiladi. E'tiborlisi, kemalar mahalliy korxonalar tomonidan qurilgan. Turkiya 2030-yillar o'rtasiga borib, o'z qirg'oqlari bo'ylab mana shunday kemalardan 16 ta joylashtirmoqchi. Ular nafaqat flotni himoya qilishi, shuningdek, Turkiyaga uchirilgan raketalarni quruqlikka yetib bormay tutib olishlari kerak. Guvohi bo'lganingizdek, temir gumbaz va po'lat gumbaz bir-biridan konseptual farq qiladi. Isroilliklar ballistik raketalardan tashqari deyarli barcha turdagi havo tahdidlari uchun bir kompleksni ishlab chiqqan. Turklar esa bir necha havo mudofaa tizimlarini uyg'unlashtirib, mudofaa halqalari tashkil qilgan. Po'lat gumbaz dronlar uchun Korkut, Gurs kabi tizimlarni ishga soladi. Agar xavf raketalar va samolyotlardan kelsa, maydonga Hisar va Siper tizimlari chiqadi. Turklar bularning barchasini sinxronlashtirishdek murakkab vazifani uddalashdi. Bu uchun dasturlar va algoritmlarning murakkab arxitekturasi ishlab chiqildi. Hakim havo qo'mondonlik tizimi mana shu zanjirning muhim qismidir. U butun mamlakatning havo mudofaa infratuzilmasi uchun markaziy nazorat nuqtasi sifatida xizmat qiladi. U radarlar va boshqa elementlardan real vaqt rejimida ma'lumot olib, tahdid turini o'rganadi. Shundan so'ng uni bartaraf etishga eng optimal qurol tizimini tanlab topshiriq beradi. Misol uchun, Turkiya chegarasini past tezlikda uchadigan dron buzib o'tsa, Korkut ekipajiga ko'rsatma tushadi. Agar tahdid tovushdan tez uchuvchi raketadan kelsa, Hisar va Siper komplekslari ishga tushadi. Po'lat gumbazning yana bir muhim qismi markaziy tarmoq operatsiyalari deb nomlanadi. U kompleks tarkibidagi komponentlarni bir-biriga bog'lab beradi. Ya'ni uning sharofati bilan Siper radarlaridan olingan ma'lumotlar Hisar batareyalariga uzatilishi mumkin. Tabiiyki, bularning bari yuqori hajmli ma'lumotlar oqimini shakllantirib, boshqaruv jarayonini murakkablashtiradi. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun muhandislar sun'iy idrokka murojaat qilgan. U qaror qabul qilish vaqtini ozaytirib, personalga yuklamani kamaytiradi. Sun'iy idrok hisob-kitoblar bilan shug'ullanib, qaysi nishonni urib tushirish ustuvor ekanligini belgilaydi. Ammo po'lat gumbaz ham kamchiliklardan xoli emas. Masalan, u hozircha ballistik raketalarni tutib ololmaydi. Bunga qodir blok 3 modifikatsiyasi ustidagi ishlar bir necha yilsiz yakunlanmasligi mumkin. Qolaversa, kompleks butun mamlakat osmonini yopish uchun yetarli emas. Masalan, Turkiyadan 35 baravar kichikroq Isroilda temir gumbaz tizimlardan 10-15 ta batareya mavjud. Turkiya dastlabki majmuani xizmatga qabul qilib olganiga hali ko'p bo'lmadi. Joriy yilning avgust oyida Turk qurolli kuchlari po'lat gumbaz majmuasini qabul qilib oldi. Uning tarkibida 5 ta Siper batareyasi, 3 ta Hisar batareyasi, 7 ta Puhu va Redet elektron urush tizimlari, shuningdek Alp 300G and Alp 100G radarlari mavjud. Xabarlarga ko'ra, jami 47 ta komponentning narxi $460 million ga baholangan. Bu raqobatchilarga nisbatan ancha arzon ko'rsatkichdir. Nima deb o'ylaysiz? Turkiyaning po'lat gumbaz tizimi Isroilni tiyib turishdek murakkab vazifani uddalay oladimi? Va an'anaviy savolimiz, O'zbekiston ularga qiziqish bildirishi kerakmi? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Buguncha shu, salomat bo'ling.